Muncha biysini o'qiysan. Odamdan xotinga o'xshab chiroyli bo'lib jursang bo'lmaymi? Kiyim olib bersangiz chiroyli bo'lamanmi? Mashinada ustaxona jetalab yurganda seni ham magazin olib yur ekanman-da. Kerak bo'lgandan keyin olib berasiz-da. Ha, to'g'ri. Malibuga pul yetmagan odamlar ham Gentraga Malibu rol qo'yib yuribdi-ku. Dada oyimga tillasdan chera olib bering. Malades bolam. Shuncha pulga senga yangi aya bersam bo'lmaymi? Yoqa jur, tirmizak. Voy, mana yozgi ko'ylagi chiroyliligini dugonamnikidan zo'r ekan. Narxi ham 199 ming ekan. Shuni olamiz. Aha, bo'lmasa bundan ikkita ol. Nimaga? Bittasi senga sig'maydi. Ha, rostdan ham. Eskin tuzatguncha esing ketadigan shu bo'lsa kerak-da. Xermis tapichkalar 41 ming. Trenddagi bosanoshkalar 169 ming. Zara sumkalar bo'lsa 175 ming so'm ekan. Hammasini olaman. Senga charxana sumka yarashaydi. Qanday tushuntirsam ekan, Matiz'ni qancha tuning qilgan bilan mers bo'lmaydi-ku. Jenskiy futbolkalar 42 ming so'mdan. Voy, bolalarga ham kiyim bor ekan. Bir yo'la bolaga ham qilib olaman. Bolam deb bolani o'ylab shu ahvolga kelib qolding. O'zingni o'ylab bolang ishdan chiqib ketyapti. Erkaklarda ham kiyim bor ekan. 100% paxtali futbolkalar 56 ming. Shimlar 99 mingdan boshlanar ekan. Yozgi skecheslar 105 mingdan boshlanar ekan. To'xta, hozir yana chiroyli kiyinib olsam, xotinimni oldi erda emas, katta o'g'li bo'lib qolmayin. Dadasi xos kiyinib chiqaman, tanimay qolasiz. Ha, bor tuyaga to'qim taqqan bilan ot bo'larmidi? Qale. Tushimni o'ngimmi? Kiyim odamni shunchalik o'zgartirib yuborish mumkinmi? O'zi borki, hammasiga o'zim aybdorman. Ayol zoti bir gulday gap. U gul so'layaptimi, bog'bon aybdor. Ay, Asman, oilaviy kiyim do'kon aylanib ketib, manzilda qara Yunusobod, Amerika posolxonasi shunday o'tkazib chap qildi. Ganga bilan TTSda ham do'konlari bor. Voy, ko'rib ko'zdan qunib ketyapti. Endi har hafta Asmanga kelib kiyinib ketasan, tushundingmi? Kiyinmasa xafa bo'laman aytib qo'y. Jur, endi senga pul tros bilan brilliant tabiraman. Restoranga ham kiramiz. Aylanib ketib, o'zingga ko'z qo'ygandaymiz. Dadasi, aytganingizdek sal tor keldi-da bu. Dadasi?